O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Ma'lumki 22 mart kuni butun dunyoda yer soati aksiyasi o'tkazildi. Unda millionlab odamlar, kompaniyalar va hatto davlat muassasalari o'z xohishlariga ko'ra 1 soat davomida elektr energiyasini o'chirishdi. Bu global tashabbus ekologiya, energiya va iqlim o'zgarishlariga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. O'zbekistonda ham bu yo'nalish diqqat markazida bo'ldi. Ko'p narsadan dalolat beradigan holat shundaki, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tashabbusi bilan 25 mart kuni O'zbekistonda xalqaro yer soati kuniga bag'ishlangan keng ko'lamli aksiya o'tkazildi. Ushbu aksiya doirasida O'zbekistonning davlat muassasalari va boshqa tashkilotlar 60 daqiqaga elektr energiyasini o'chirdi. Tadbirning maqsadi tabiiy resurslarga ehtiyotkorona munosabat zarurligini yodga solish va sayyorani asrashga qo'shilayotgan hissani namoyon qilishdan iborat. Hech kimga sir emaski, bizning tabiiy resurslarimiz cheksiz emas va ulardan oqilona foydalanish barqaror rivojlanishning muhim omilidir. Chiroqni 1 soatga o'chirish kabi kichik qadamlar ham atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha global harakatning bir qismiga aylanishi mumkin. Aksiya nafaqat davlat tashkilotlari, balki biznes, ta'lim muassasalari va oddiy fuqarolar tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Ular o'z uylari va ofislarida chiroqni o'chirish orqali tashabbusga hissa qo'shdilar. Mutaxassislar bunday tashabbuslar ekologik madaniyatni shakllantirishga va odamlarning tabiatga ta'siri haqida o'ylashlariga yordam berishini ta'kidlaydilar. Shuning uchun bunday tadbirlar bir martalik aksiyalar bilan cheklanib qolmasdan ekologik mas'uliyatli turmush tarzida joriy etilishi kerak. Shu tariqa O'zbekistonning xalqaro yer soati aksiyasida ishtirok etishi jahon hamjamiyati bilan birgalikda mamlakatning atrof muhitni muhofaza qilishga tayyorligini yana bir bor tasdiqladi. Sir emaski, yurtimizda ushbu sohada 10 yillab davomida to'plangan muammolarni kompleks hal etishga to'g'ri keldi. O'tgan asrda O'zbekistonda barpo etilgan ko'plab yirik korxonalar o'sha davrning iqtisodiy maqsadlarini hisobga olgan holda yaratilgan edi. Ularda ishlatilgan asbob-uskunalar zamonaviy analoglariga nisbatan ancha ko'proq energiya sarflagan. Zamonaviy issiqlik izolyatsiyasi va issiqlikni qayta ishlash tizimlarining mavjud bo'lmaganligi katta miqdorda energiya yo'qotishlarga olib kelgan. Sanoat obyektlari samarali filtrlash va chiqindilarni tozalash tizimlari bilan jihozlanmagan. Bu esa havo, yer va suvning buzilishiga sabab bo'lgan. O'tgan davrdan qolgan infratuzilmaning eskirganligi elektr tarmoqlari yuklamalariga chidamagan. Bu avariyalarga va ishlab chiqarishda uzilishlarga sabab bo'lgan. Ko'plab zavod va fabrikalar zamonaviy issiqlik izolyatsiyasi standartlarini inobatga olmagan holda bunyod etilgan. Bu esa energiyani yo'qotish va isitish samaradorligini pasaytirishga olib kelgan. Shuningdek, mustaqillikka erishgandan so'ng ham bu yo'nalishda ishlab chiqarishni yangilashga yetarlicha e'tibor berilmagani sir emas. Korxonalar hali ham katta miqdorda energiya sarflashda davom etgan. Ijtimoiy sohada ham katta muammolar bo'lgan. Ayrim hududlarda elektr energiyasi kunlab o'chirilgan, tabiiy gaz esa oylar davomida yetkazilmagan. Ana shu sababli energiya tejash va energiya samaradorlikni oshirish yangi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishining asosiy ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Bu choralar nafaqat an'anaviy energiya manbalaridan bog'liqlikni kamaytirishga yordam beradi, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga, energetik xavfsizlikni ta'minlashga va ekologik vaziyatni yaxshilashga imkon beradi. Demak, energiya tejashning iqtisodiy foydalari nimada? Sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda energiya iste'molini optimallashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi. Bu esa tovarlar va xizmatlar narxlarining pasayishiga rag'bat beradi. Energiya samarador texnologiyalarni rivojlantirish, mahalliy va xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibali sharoitlarni yaratib, ularning barqaror loyihalariga sarmoya kiritishga intilishini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish bo'yicha mahsulotga sarflangan energiya xarajatlarini kamaytirish tovarlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshiradi. Bugun O'zbekiston sanoati faol rivojlanmoqda. Bu esa energiya iste'molining oshishiga sabab bo'lmoqda. Samarador va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu energiya tizimiga bo'lgan yuklamani muvozanatlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, ekologik jihatdan bir qator afzalliklar ham bor. Energiya samarador texnologiyalarning qo'llanilishi uglerod dioksidi chiqindilarini kamaytirishga olib keladi. Bu hozirgi global iqlim o'zgarishlari sharoitida juda muhim ahamiyatga ega. Energiya samaradorlikni rag'batlantirish quyosh, shamol va suv energiyasini rivojlantirishning muhim omili. Ayni jihatlar O'zbekistonning yashil rivojlanishga oid strategik maqsadlari bilan uyg'undir. Ushbu yo'nalishda mamlakatda tizimli ishlar olib borilmoqda. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va qonunchilik tashabbuslarining joriy qilinishi, bu boradagi loyihalarni amaliyotga joriy etishni tezlashtirish
imkonini beryapti. Energiya tarmoqlarini qayta tiklash, sanoatda va uy-joy kommunal xizmat sohasida aqlli texnologiyalarni joriy etish umumiy energiya samaradorligini oshiradi. Aholi o'rtasida energiya iste'moli madaniyatini shakllantirish va energiya samarador texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlash ham muvaffaqiyatga erishishning muhim omili bo'lmoqda. Demak, energiya tejash va energiya samaradorlikka erishish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar O'zbekiston uchun nafaqat dolzarb vazifa, balki strategik zarurat hisoblanadi. Ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi prezidentimiz e'tirof etganidek, iqtisodiyotning o'sishiga, energetik mustaqillikka, ekologik vaziyatning barqarorligiga va albatta xalqning turmush darajasining oshishiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari bugun energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. 2030-yilga borib mamlakatimiz aholisi 41 millionga yetishi, iqtisodiyot 2 karra o'sishi kutilyapti. Bu energiya resurslariga bo'lgan talabni hozirgidan 1,5 karra oshiradi. Shuning uchun yangi loyihalarni ishga tushirib, quvvatni ko'paytirish bilan birga energiyani tejash choralarini ko'rish zarur. Yig'ilishda mutasaddilar shu boradagi ishlar va kelgusi rejalar to'g'risida axborot berdi. Prezidentimiz ko'rsatmasiga muvofiq o'tgan yilgi tajribani davom ettirib, joylarda energiyani tejash imkoniyatlari olimlar ishtirokida ilmiy asosda o'rganilmoqda. Xususan Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxdagi o'rganishlarda 870 million kilovatt-soat elektr va 420 million kub metr gazni iqtisod qilish yangi imkoniyatlari aniqlandi. Masalan, bu viloyatlarda kichik va o'rta sanoat korxonalarida 35 mingga yaqin eskirgan uskunalarni tejamkor almashtirib, yilga 385 million kilovatt-soat elektr va 50 million kub metr gaz tejashi mumkin. Tuman va mahallalarda energiyani iqtisod qilish bo'yicha imkoniyatlar juda ko'p. Masalan, 300 ta mahallada 100 megavatli kichik quyosh stansiyalari barpo qilinib, shu yilning o'zida 45 million kub metr gaz tejasa bo'ladi. Bundan tashqari kanal va soylarda quriladigan mingdan ziyod mikrogeslar hisobiga qo'shimcha 170 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqariladi. Ko'chalarni yoritishga ham yiliga 200 million kilovatt elektr sarflanyapti. Quyosh panelli chiroqlar o'rnatilsa, iste'mol 2 karra kamayadi. Shu kabi imkoniyatlar hisobidan bu yil 1,1 milliard kub metr tabiiy gaz va 2,6 milliard kilovatt-soat elektrni iqtisod qilish bo'yicha qo'shimcha reja olindi. Davlatimiz rahbari birinchi navbatda yirik sanoat korxonalarida zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatish, energiya isrofini kamaytirish zarurligini ta'kidladi. Hukumatga bu sohada yangicha ijro va nazorat tizimida ishlash topshirildi. Ishxonalar va uy-joylarda energiyani tejash madaniyatini oshirish ham muhim. Elektr va gazni behudaga yoqib qo'ymaslik, quyosh panellari va boshqa muqobil manbalardan foydalanish ham ancha hajmni tejaydi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida aholi zich joylashganini hisobga olib, ularni energiya bilan ta'minlashda alohida yondashuv ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bu tajriba bosqichma-bosqich boshqa hududlarda ham joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu aniq chora-tadbirlarning barchasi energiya resurslar to'g'ri taqsimlanishiga va pirovardida mamlakatimizning energiya barqarorligiga omil bo'ladi. Mazkur yo'nalishda yozgi mavsumga ham, qishki mavsumga ham puxta tayyorgarlik ko'rilayotganligi shubhasiz aholimizning barcha turdagi energiya resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Bugun muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida mamlakatda energiya tejamkorligi va samaradorligini oshirishning yangicha mexanizmlarini o'zida mujassam etgan prezident qarori loyihasi muhokama etildi. Prezident qaroriga ko'ra 2025-yilda yashil iqtisodiyotga o'tishda yangi ustuvor maqsadlar belgilanmoqda. Ular nimalardan iborat? Bu yil muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan prokurorlar rahbarlik qilib kelayotgan energiya tejamkorlik va samaradorlikni ta'minlashga doir, qolaversa mamlakatda yoqilg'i energiya resurslari foydalanish ustidan samarali davlat nazorati o'rnatish va muvofiqlashtirish bo'yicha shtablar tarkibiga 208 ta tuman shaharlarda idoralararo ishchi guruhlar tashkil etilib, respublika va hududiy shtablarga qo'shimcha vazifalar yuklatilmoqda. Ya'ni ushbu qaror bilan qaror ijrosini ta'minlashga doir yangicha nazorat, ijro tizimi va uning ishlash mexanizmlari amalda joriy etilmoqda. Mazkur qaror bilan yuqorida aytilgan 208 ta tuman shaharlarda tashkil etiladigan ishchi guruh a'zolarini rag'batlantirish va ularni intizomiy javobgarlikka tortish tartibi ishlab chiqilmoqda, ya'ni KPI joriy etilmoqda. Qolaversa, ushbu ishchi guruhlar tarkibiga kiruvchi a'zolarni asosiy ish joyidan ajralgan holatda lavozim maoshi saqlangan holda ishlash tizimi joriy etilmoqda. Shuningdek, mazkur qaror bilan
elektr energiyasi va tabiiy gazda yo'qotishlar yuqori bo'lgan hududlarga respublika, viloyat va tuman darajasidagi rahbarlar biriktirilmoqda. Xuddi shuningdek prokurorlarning faoliyatini baholab boruvchi masofaviy monitoring qilish imkoniyatini beruvchi energiya tejamkorlik platformasi mazkur qaror bilan takomillashtirilmoqda. Mazkur qaror bilan viloyat, tuman shahar hokimlari, shuningdek vazirlik idoralarining birinchi rahbarlariga mas'uliyat va javobgarlik yuklatilmoqda. Xuddi shuningdek ijtimoiy soha obyektlarida amalga oshiriladigan energiya tejamkorlik va energiya samaradorlik ishlariga mas'ul bo'lgan respublika darajasidagi vazirlik idoralarining rahbar o'rinbosarlariga ham qat'iy mas'uliyat va javobgarlik yuklatilmoqda. Bu demak prokurorlarga muhtaram prezidentimizning qarorlarini ijrosini ta'minlashda asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Bugungi yig'ilishda muhtaram prezidentimiz hududlarda energiya resurslarini tejash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tanqid qildilar va ularni kuchaytirish, har bitta aholi xonadonga kirish, energiya resursini qanaqa tejash mumkinligini o'rgatish to'g'risida topshiriq beriladi. Birinchi navbatda hududlarda o'quv markazlarini tashkil etib, faqat nazariy emas, balki amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish. Shu bilan respublikada qolaversa dunyoda eng oxirgi energiya tejamkor texnologiya uskunalarni prezentatsiya tayyorlab, korxonalarda xo'jalik obyektlariga javobgar shaxslarga borib tushuntirib va ularni ko'rsatish bo'yicha topshiriqlar beriladi. Eng katta bugungi kundagi shu tizimimizdagi kamchilik bu muloqotni yetarli darajada emasligini hammamizga ko'rsatib o'tdilar. Ya'ni o'sha davlat tashkiloti bilan tadbirkorlik subyekti yoki aholi o'rtasida ularga amalga oshirilayotgan islohotlar yoki dunyoda va respublikamizdagi mavjud yangi texnologiyalar mohiyati, ularni iqtisodiy samarasini to'g'ri yetkazib berilmayotganligini tanqid qildilar. Bu bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berdilar va har bitta hududda, har bitta mahalla, har bitta tashkilotga javobgar shaxsni belgilab, o'zimiz ular bilan birga ham o'qib, ham ularga o'rgatish bo'yicha topshiriq berdilar. Hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida iqtisodiyotning tarmoqlari, aholi, ijtimoiy sohada energiya samaradorlik va rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'lib o'tdi. Shunday tizim yaratildiki, ijtimoiy soha obyektlarida yangi energiya tejamkor jihozlarni o'rnatish bo'yicha tegishli dastur qabul qilindi. Bunga asosan davlat byudjetidan yashil kredit ajratish va uni foizlarni davlat byudjeti hisobidan qoplash bo'yicha 200 milliard so'm ajratish belgilab olindi. Shuningdek, ijtimoiy soha obyektlarida yangi qurilmalarni almashtirish uchun keyingi 2 yil davomida 1 trillion so'm mablag' ajratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shu bilan birga ijtimoiy soha obyektlarida har bir tarmog'i bo'yicha har bir korxona oyma-oy elektr energiya va tabiiy gaz resurslarini iqtisod qilish dasturi tayyorlandi. Bunga asosan 1 yil davomida mahsulot narxini pasaytirish, uni raqobatbardorlikni oshirish maqsadida energiya resurslarini tejamkorlik dasturi qabul qilindi.